do'stlar, yaxshi bilinglarmi? Men deshta qisqaroq bilingandi. Sizlarga qisqaroq bilindimi? Bilmayman, lekin bir chig'i men qisqaroq bilingan otchimni dapraya. Ha? Mening ismim Ojigiso degan otchim. Uyg'urcha deydi. Ojigiso. Ojigiso. Beklaylar. Buni-chu Uyatchan ot deb ism bor ekan buning. Xijilchan ot, Uyatchan ot debchu. Nima uchundir? Nima uchun ashta ha, tushundirib beraman bu qanday ot chöpkan bu, qanday alaydiligi bor buning? Qarang. Mayni taqim. Mayni mundaq tutsa, bunday yumildi. Yancha. Na. Tutsa yumilayotdi, ha? Ma ichilib turgan, yo'g'on ichilib turgan qilib beqma. Ha, endi shusin. Nima uchundir, ha? Meniki ichilgan yilchi qarang. Nafasiga keldi. Yaxshi topam. Chirayotganda. Muştaq içildiki bu muştaq pöpekli gülü var ekan, ha? Hali mamkapga o'xshab qoldigan gül ekan bu, ha? Bu Uyatchan ot deb mavjud ustidagi Mimosa pudica degani. Mimosa pudica. Bu inglizcha mushunaqa nom ekan. Inglizcha buni sensitive plant, sezgir ot chöp deb andaqmi ataydi ekan. Haqiqiy mush ilm, mush biologiyadagi atalg'usi mushtaq. Mimosa pudica. Mimosa pudica. Buningki guli 7-ay, 8-ay, 9-ay degan shu mezgillarda guli ichildi ekan. Shu. Joylari biqib qaysi vaqt ichildigini o'xshamaydi ekan. Ba'zilar 7-ay, ba'zilar 8-ay, ba'zilar 9-aylarda guli ichildiga o'xshaydi. Yaponda qachon guli ichiladi va? Mush ichilsa anki bilamiz, qachon ichildigini. Ashtaqa mushta qiziqarli ekan, yana bir ish kun tutib beraga. Ma'qul. Men istayman. Ma cho'ng turgan istira. Qiziqarli. Hamini shoq tutib bergan qanday qildik? Men tutaqaya. Mana. Buni ichilib turibdi-ku. Yumbaldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ashtaq yumilib biza turgandiki, yana qaytadan ichilib turdi ekan, ha? Yana tutib qo'ysak, yana yumilib, yana biza turgandiki, endi hamsimdomda tutsa qanday qoldi-ki, ha? Hammasi yetib qolgandek qoldi, ha? Yumilib oldim. Endi turgandan bu ichildi. Qancha vaqt ichiladi, ha? Necha minutgalam asliga yenib ichilib qoldi ekan. Eshigiga qo'ysak bo'ldi. Mana. Endi nima o'qirsiz dedi? Men bir she'r o'qiyman. Qaysi kitob o'qirsiz oldin? She'rlar baxtchisi degan kitob o'qiyman. She'rlar baxtchisi degan kitobdiki Qalag'ach qo'shiqni o'qiyman. Qalag'ach qo'shiqi, ha, ma'qul. Qalag'ach qo'shiqi. Vichir. Bo'lg'in inoq tinch. İtbaksızlık payda vermez hiç. Vichir. Dostluk suyu iç. İtbaklaştın. Savakdaşlar ziç. Vichir. Kalbim bolsun pet. Yaman illetke daim ur kılıç. Dedim ha? Bunun adı
İnaq iştibaq bolunglar, uruşmanglar. Bir-biringlar bilan urush qilib, inaq ejil o'tmasanglar o sizlarga hech qanday foyda bermaydi. Shunga har qanday vaqtida inaq urushmay, talashmay, yaxshi iştibaq o'tinglar debdi. Shundaqmi? Qalğaç denimleydi. Qalğaç. Qarlıqaş deməkçilik bichir. Şuna bichir degan shu qarlıqaş. Mana qalğaç bichir qalğaç lug'at mana abay. Lekin qarlıqaş diye, rebat diye. Qalğaç deb yozilibdi. Emniyetde shu qarlıqaç deb Xatoy qo'ydimi? Xatoy yozilibdi, bir reb shu qopdi. Mening bilishimda to'g'risi de qarlıqaç deb rebat de. Lug'at qarab qo'yma. Lug'at qarab qo'ysak. Ha, işte qilib bu bir tini inaq iştibaq, urushmay talashmay, o'z yaxshi ishligini bildirgan bir qo'shiq ekan, yaxshi qo'shiq ekan. Rama. İçilipti. Aleyküm assalom balam. İçilipti. İçilibdi. O balam. Ya. Mekna balam. Serina. Zalğamlar. Allah'ıma dejiteyle. Allah'ıma ne? Geldiniz mi? Mekinam sizni mi okuyayım? Kız, avu Uygurca okutagach, avu uyatcan otninki nemisini tushundirmadi. Gapini tushundirmadi. Siz qo'ldiringizni yutay. Ha, xo'sh ishlaylik. Allohga mana.